Ayollar ko'pchilik mendan so'raydi, sochingizni qaysi kraskaga bo'yaysiz deb. Chunki mana bunaqa yaltirab turadi. Ichida keratini ham bor, biotini ham bor. Biotin o'zi aslida nima? Ko'pchilik aytadi, "Va sochimni kraskaga bo'yaganda oqarib ketyapti sochlarim" deyshadi. Buning ichida biotin bor, naborot sochingizni oqarishini oldini oladi. Tez oq tushayotganlarga oqarishini yo'qotib ham beradi-da. O'zi biotin ichib yurgan soching oqarmaydi deydi-ku. Buning ichida tayyor biotin ham va 30 dan ortiq vitamini bor. Sochingizni 45 minut kraskaga bo'yab qo'yganda sochingiz polni vitamin bilan boyib oladi va mana shunaqa yaltirab jilokor ham bo'lib turadi. Bir xil aytadi, "Va yuvganimdan keyin sochimdan rangi chiqib ketyapti" deydi. Bunda hech qanaqa rangi chiqib ketmaydi. Undan tashqari bizda oyijon sochlari oqda, uncha-muncha kraska olmaydi oqlarini. Mana shu kraskada bo'yaganimizdan keyin polni zo'r olib beradi. Bemalol, men masterman, mana shu professional bilan birga bir yuradi deb doim aytadilar. 30 ta, 40 ta, 50 ta oladilar shu kraskadan. Va bizda bunaqa salon seriyasining ham bor. Bu ham professionalni. Bemalol sochinglarni xohlagan, yana xuddi qanaqa rang bo'lsa, xuddi shunaqa rang chiqazib beradi.